Ayolni jazolash uchun uni urish, so'kish yoki baqirish shart emas. Uy egasining birgina g'azablanishi bilan ayol kishining birorta yaxshi amali qabul bo'lmaydi. Qiz otasiga aytdi: "Otajon, kecha erim bilan janjallashib qoldim. Erim mendan g'azablanganini ko'rib, undan uzr so'radim. Erim esa menga gapirishni ham xohlamasdan yuzini teskari burdi. Meni kechirmagunigacha atrofida girdi kapalak bo'laverdim. Oxiri kechirdi" dedi. Shunda otasi aytdiki: "Qizim, shuni bilingki, agar eringizni rozi qilmasangiz, men sizdan hech qachon rozi bo'lmayman" dedi. Ota aytdiki: "Axir bilmaysizmi qizim? Erini rozi qilmagan ayol bu la'natlangan ayol" dedi.